Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Mana Chustagi obyektimiz bitay deb qopti. 220 dona yetmay qolgan ekan. Shu kelishilgan 16,5 ming so'mdan 220 donani ham yetkazib keldik mana. Bugungi chisloyimiz 13 fevral 2026-yil. Haftaning chorshanba kuni. Gazoblovlardan qurilyapti turgan uylar. 220 ta qo'ygan ekan. 220 tani ham kelishilgan shu boshida kelishilgan narxda dastavka qilib beryapmiz. Kimga shunaqangi gazoblovlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Harakat qo'yibsizlarmi? Mana orasiga simlar ham qo'yishibdi. Simlarni ko'rsataman. Mana sim qo'yishibdi boshqalardan. Ikki qatorda simdan qo'yib chiqishibdi. Kimga shunaqangi quruq gazoblar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 16,5 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. Mana gazoblar urilish, qanday urilishi. Yon tomonlarga ham kafilkli surtiladi, ikkita yoniga, past qismiga. Keyin olib turib, razmer bo'yicha o'lchab kesib, shu qismga qo'yiladi. Salomat bo'ling.